Do'stlar, dam olish uchun zo'r lokatsiya topib qo'ydim. Bu joyimiz Toshkent vodiy yo'lini bog'lovchi Qamchiq dovonida joylashgan. Ya'ni Toshkentdan kelishda tunnelga yetmasdan, vodiydan kelishda, vodiydan kelishda tunneldan tushgandan so'ng. Mana bu bog'li manzara. Tapchalarimiz joylashgan. 10 kishilik, 12 kishilik, 6 kishilik tapchalarimiz bor. Manzara o'ta zo'r. Pastda soyimiz oqqan. Mana bemalol mana bemalol dam olsa bo'ladi. Xudo xohlasa ish boshlaganiga mana bugun 12-aprel bo'lsa, 3-4 kun bo'libdi. Mana sekin-asta mana bu yerlarga joy tayyorlash boshlashyapti. Ayniqsa hozirgi kunda keladiganlar uchun mana shu tog' atroflarida lolalar ochilgan. Bemalol ola saylagan ham kelishi mumkin. Mana bu joy dachamizning kirish qismi hisoblanadi. Dachamiz nomi Lazbek dachasi. Bemalol telefon orqali bog'lanishlari mumkin. Joy qilish bir kun 2 kun oldin joy bron qilinadi, chunki bu joyda o'ziga yarasha odam juda ko'p. Mana pastda soy oqadi, ya'ni soy mavjud. Mana bu tepada Toshkent vodiyda bog'lovchi yo'l, ya'ni shunday yo'lning pastki qismida joylashgan. Mana past qismida bemalol borib mana bu yerlarda dam olish mumkin. Telefon orqali bog'lansalaring, o'zlari chiqib katta yo'lni bo'yidan kutib olishadi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Faqat sizlardan kelib dam olib ketsalaring bo'ladi.